O'zbekiston xalq artisti Rahima Hukmazagidova nomidagi Omonyor folklor jamoasi tashkil bo'lganiga 45 yil bo'ldi. Qizlari bo'laman. Har bir so'zingiz jalon ko'zimga. Onam o'tganlaridan keyin Sambilga badiiy rahbarlik bo'lib keldi. Onamdan qolgan shogirdlar mana bor. Ayamiz qanday aytgan, ayniqsa ayamiz shunaqangi o'sha viloyatlarda, respublikada yurgan paytlarda xalqni chiroyli shevalaridan olib, o'zlarini shevalarini yo'qotmagan holatda chiroyli qo'shiqlarni yetkazdirishgan. Ana shu narsalarni biz yo'qotmagan holatda bugungi har bitta qo'shiqlariga alohida urg'u berib, chiroyli qilib kuylab, xalqni olqishiga sazovor bo'lyapmiz. Mana viloyatlarda ko'rsangiz, ayol doirachilar kam. Bizda hammasi doira choladi. Lirik qo'shiqlarni ham, maqom qo'shiqlarini ham o'sha doirada maromiga yetkazib aytamiz. Uxlayotgan joyda ham chop berishi mumkin-da, biladi. Eng qizig'i uxlab yotib, tushimda ham qornimni cholyotibman, doira cholyapman deb. Xo'jayinim hay desalar, "Yo bo'ldi, o'zim bildim" deyman. Hammamiz bir-birimizni taniymiz, uyimizni bilamiz, bolalarimizni taniymiz. Bir-birimizni yaxshi ko'ramiz-da. Har xil kunlarimizda, yaxshi kunda ham, boshqa kunlarda ham birgamiz har doim. Har kuni ko'rsak ham gapimiz tugamaydi, lekin. To'g'rimi? Birga. Biz shunaqangi syomkaga boramizki, o'zimizdan oldin sumkalarimiz tayyor. Bu yerga kelayotganimizda, Got Talentga kelayotgan. Biz o'sha studiyaga kirib borganimizda hamma bizga hayron bo'lib qarashyapti. Bular nima uchun keldi ekan, bular nima qilar ekan degan fikr ulardan hammasidan o'tdi. Nimagadir o'tgan safarga jindek doiralarimizga sovib qoldi. Doirasi chiroyli bo'lib jaranglab tursa, bularniki cholaveradi. Sezilganimiz yo'q, lekin biz o'zimizni o'sha do'mboqligimiz, o'zimizni ko'z qarashlarimiz, chiqishlarimiz, ayniqsa Bobur Yo'ldoshevni bizni qo'llaganlari juda ham zo'r bo'lgan. Biz gruppamizni ko'rib qator bo'lib chiqqanimizga voy devordilarmi yo go'dalarni ko'rib voy devordilarmi? Lekin bizni o'zimiz do'mboq bo'lganimiz bilan ko'nglimiz yosh, ko'chalarda yurganimizda ham shunday milliy kiyimlar bilan yurganimizda hammani ko'zi quvnaydi. Mana qarang, mana shu libosga yarashmaganmi mana? Juda go'zal, a? 70 yosh, o'xshatasizmi? 51 ga kirdi, mana apam 66 ga kirdilar. Shu endi bu bizni libosimizmi, ishqilib bilmayman, yo qalbimizni yoshligimi? Shu bizni go'zalligimizni saqlab yuradi-da bu. Qarigimiz kelmaydi kecha. Sizlarni ansambl yutsa, qanaqa nishonlamoqchisizlar? Oho, yalona qilib yutib olamiz-da biz. Biz hech qachon mag'lub bo'lmaganmiz biz. O'zbekiston Got Talentda shahri shuhurchi apalar. Ha? Aman yor.